Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 22-dekabr haftaning dushanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz holatlari. Ko'rib turganlaringlar ranglari sariq atlasli holatda chiqyapti. Bu ishlarimizda razmerlari 6, 12, 25 vodiyda standart ishlar bo'ladi. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ko'pchilik sho'rlashmaydigan shaxtariyat turganlar uchun mana bizda xudo xolisa ishlarimizda umuman sho'r murojaat tushgani yo'q. Sababi bizda azot yo'q. Mana shu sap-sariq kuponlardan chiqarilyapti. Ko'p turganlarni bu atrofda umuman adir yo'q. Bizda qishin yozin xudo xolisa pishgan ish bo'ladi. Narxlarini eng arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. 740 so'mdan 740 so'm narx qo'yganmiz. Juma kunlari 730 so'm narx qo'yganmiz ishlarimizni. Punktdagi holatlarni ham ko'rib o'tasizlar. Ko'rganlaringiz sariq holatda. Hozir yomg'irdan keyin zavodlar o'ta loy bo'lib ketgan. Ko'rib turganlarini. 730 so'mdan juma kunlari qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Mana bunda 10 mingtalik mashinalarimiz bor, 5 mingtalik mashinalarimiz bor. Hozir gaz muammo bo'lgani uchun salarkali mashinalarni ham yo'lga qo'yganmiz. Vodiyda istalgan joyiga yetkazib yuborilaveradi. Sanoatga birinchi o'rinda uqalanib ketmasligiga garantiyalari bor ishlarimizda. Nimadan pishadi deganlarga bu ko'mirda pishayotgan holatlari hozir ko'rsatib o'tamiz. Ko'mirda pishyapti. 1000 gradusda pishayotgan ishlar. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rossiyada uzoq yurtda, musofir yurtda kuzatayotganlar zakazsalaring uylaringga boradi, xohlasalaring plastik, xohlasalaring naqd pulda o'tkazib beraverasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.